Hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video orqali siz pensiya qanday hisoblanishini sodda va tushunarli tarzda bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'rishni unutmang va agar foydali bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'ling. Ko'pchilik pensiya faqat oxirgi oylik maoshga qarab hisoblanadi deb o'ylaydi. Aslida esa bu jarayon ancha kengroq. Qonunchilikka ko'ra, fuqaroning oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidan ketma-ket 5 yillik davri tanlab olinadi va aynan shu davrdagi rasmiy daromadlar asos qilib olinadi. Ya'ni faqat oxirgi ish haqqi emas, balki ma'lum davr davomida olingan umumiy rasmiy daromadlar hisobga olinadi. Bu daromadlarga oylik ish haqqi, o'rindoshlik asosidagi ish haqqi, ustamalar, mukofot pullari va boshqa rag'batlantirish to'lovlari kiradi. Eng muhim jihat, barcha daromadlar rasmiy bo'lishi kerak. Ish haqqi rasman hisoblangan, soliq va to'lovlar to'langan hamda hujjatlarda aks etgan bo'lishi lozim. Norasmiy yoki qo'lma-qo'l olingan pullar pensiya hisobida odatda inobatga olinmaydi. Agar daromadlar rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya miqdori yuqoriroq bo'ladi. Ish staji to'g'ri yuritiladi va kelajakda muammolar kamayadi. Xulosa qilib aytganda, pensiya faqat oxirgi oylikka emas, balki tanlangan 5 yillik davrdagi rasmiy daromadlarga qarab hisoblanadi. Shu sababli har bir xodim o'z daromadlari rasmiylashtirilayotganiga e'tibor berishi juda muhim. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni boshqalar bilan ham ulashing. Kanalimizni kuzatib boring. Oldinda bundan ham qiziqarli va foydali videolar bor.